Paus o'yinini claim'i bugun boshlanyapti. Ancha-muncha kutgan edik. Hozirda u birjaga va Solana'dagi Phantom kошелёкка claim qilsa bo'ladigan bo'ladi. Endi birjaga claim qiladigan bo'lsak, bizda 3% komissiya olar ekan. Phantomga qiladigan bo'lsak, komissiya juda ham mizerniy bo'ladi, chunki Solana'da to'lanadi. Endi hisob bo'yicha agar sizda 100 mingta Pausdan kam bo'ladigan bo'lsa, lучше birjaga primoy chiqarib oling. Agar sizda 100 mingta, 200 mingtadan ko'proq bo'ladigan bo'lsa va komissiyada ekonom qilmoqchi bo'lsangiz, lучше Phantomga chiqaring va keyin уже birjaga yuborsangiz, komissiyadan ancha qutulasiz. Endi Paus listing bo'lguncha bizda hozir trading konkurs ketyapti. iPhone 16 top 10 ta uchadigan kriptovalyutalar. Trading klubimizga a'zolik, shunga o'xshagan va boshqa sovg'alar sizni kutyapti. Darsliklar bepul, konkursda ishtirok etish bepul. Hamma narsa 20-martgacha bo'ladi. Tak что hoziroq profildagi mana shu botga o'tib, registratsiya qilib kiring. Signallar, analizlar har kuni berilyapti.